Robototexnika asoslari fanining oxirgi mavzusi, ya'ni 5-mavzu. Bu mavzuda biz demak bu fanni nazariy qismini yakunlaymiz. Bu degani nima degani? Demak, bu degani robototexnika asoslari fanini demak yakunlovchi qismi hisoblanadi. Bungacha biz to'xtalib o'tib keldik, yana 1-2, 3, 4 mavzularda demak uning asosiy tarkibiy qismlari bilan o'rganib keldik va 5-mavzu matnimizda demak biz operatorlar, ya'ni dasturlash algoritmi bilan dasturlash algoritmlarini tuzishga ishlashni o'rganamiz. Va bunda birinchi navbatda operatorlardan birinchisi demak shart, tanlash va for cycle operatorlari kiradi. Bu mavzu matnimizni ham reja asosida demak tarkibiy qismlarga bo'lib ketma-ketlikda talabalarga tushunarli bo'lishi uchun demak osmondan o'rta va yuqori darajada tushuntirishlar olib boramiz. Birinchi navbatda demak biz ahamiyat berishimiz kerak bo'ladigan jihatlardan biri shuki, operatorlarning o'zi kelib chiqishi, tarixi va uni semantikasi, ya'ni semantikasini demak tushuntiramiz. Va bundan tashqari ikkinchi holatda demak operatorlarning endi kelib chiqishini o'rgangandan keyin uning demak turlari haqida o'rganishni boshlaymiz. Arifmetik, taqqoslash, mantiqiy, algoritmdagi rolini o'rganamiz. Bundan tashqari demak shart operatorlariga nimalar kiradi, tanlash operatorlariga nimalar kiradi, for cycle operatorlari qanday amallarni bajaradi va hokazo algoritm va operatorlar bog'liqligi haqida demak keyingi qismlarda o'rganib boramiz. Birinchi navbatda biz ahamiyat berishimiz kerak bo'ladigan qismi shuki, biz o'zimizga kichkinagina quyidagi savolni berishimiz kerak bo'ladi. For operator, ya'ni bu kodni nimani chiqaradi va necha marta takrorlanadi degan savolga demak javob olishimiz mumkin bo'ladi. Demak, mana ahamiyat beradigan bo'lsangiz, bu yerda for tushunchasi, ya'ni operatorni demak ishlatilishi nazarda tutilgan edi. Va biz ikkinchi slaydimizda ahamiyat berishimiz kerak bo'lgan qismga yetib keldik, ya'ni operator so'zining ma'nosi, kelib chiqishi, tarixi va rivojlanish darajasi hozirgi kunda qanday darajada rivojlangan. Mana shu narsaga to'xtalib o'tamiz. Birinchi navbatda operatorlarning kelib chiqishida to'xtalib o'tadigan bo'lsak, 1950-60 demak Fortran arifmetik amallar va shartli tekshiruvlarni demak tatbiq qiladi, ya'ni kiritadi. Bundan tashqari 1972-yilda S tili, ya'ni C tili operatorlar mukammallanadi va qisqa kod bilan murakkab algoritmlar ishlab chiqish boshlanadi va 1979-yildan bugungi kunga qadar demak C++ operatorlar, ya'ni birgalikda operatorlar yanada kengaytiriladi va yana bugungi kunda ham ular ustidan amallar bajarib kelinyapti. Bundan tashqari demak mana slaydimizda keltirganmiz arifmetik, taqqoslash, mantiqiy, bitwise operatorlarni demak ishlash mexanizmini keltirganmiz. Demak, shart operatorlariga nimalar kiradi? Bular if operatori, else if operatori va else operatorlariga ajratilgan. Bularni if operatorlar shartni tekshiradi. Agar to'g'ri deb bilsa, demak blok bajariladi. Agar xato bo'lsa, demak bajarilmaydi. Keyingi operator else if operator. Else if operatori agar blok xato bo'lsa, ikkinchi shartni bajaradi. Ya'ni yolg'on, false bo'lsa agar, demak yolg'on bo'lsa agar ikkinchi shartni bajarib ketadi, to'g'risini bajaradi. Keyingi operatorimiz else operatori. Bu else operatori barcha shartlarni false bo'lsa, ya'ni xato, yolg'on bo'lsa, ikkinchisi ham, uchinchisi ham yolg'on bo'lsagina keyin demak blok schema bajariladi. Keyingisi aqlli uy misolida mana if agar harakat yo'q bo'lsa, demak let o'chadi. Mana shu misolda keltirilgan. Tanlash operatori, ya'ni switch case. Bu tanlash operatori hisoblanadi. Bunda biz slaydimizda taqqoslama qildik, ya'ni if, else va switch case ikkalasini demak jihatlash orqali demak bir-biridan qandayligi tartiblab chiqdi. Ya'ni shart turiga har qanday mantiqiy if, else to'g'ri keladi. Faqat if, char, enum bular demak
switch case'ga to'g'ri keladi. For cycle operatorlari demak tuzilmasi va ishlash prinsipi haqida to'xtalib o'tadigan bo'lsak, bu yerda ham 3 ta qadamdan iborat. Birinchisi boshlang'ich qiymat, ikkinchisi shart, uchinchi qadam esa demak bu plus, ya'ni har integratsiya oxirida bajarilishi nazarda tutilgan. Bundan tashqari demak for cycle bilan while cycle taqqoslash, ya'ni ikkalasini bir-biri bilan taqqoslash. Qanday holatlarda demak for holati bajariladi, qanday holatda while, ya'ni bir-biri bilan qanday holatda taqqoslash mumkin. Buni birinchi navbatda taqqoslaydigan bo'lsak, if faqat integratsiya sonini ma'lum holatda bo'ladi. While'da esa integratsiya soni noma'lum holatda bo'ladi. Va quyidagicha kodlarda demak slaydimizda taqdim etdik. Keyingi holatda demak operatorlarni birgalikda aqlli uy misolida demak ishlashini mana kodlarda keltirib qo'ydik. Shularning nuqtai nazaridan biz qanday holatlarda ishlashlamasligini ko'rib chiqishimiz mumkin bo'ladi. Va keyingi slaydimizda demak dasturlash algoritmi bilan operatorlarning bog'liqligi keltirildi. Ya'ni bir-biri bilan bog'liqlik, ya'ni biri bajarilmasa ikkinchisi bajarilmasligi yaqqol misol bo'ladi. Mana shu yerda demak misollarda keltirilgan. Biz mana shu qisqagina robototexnika asoslari fanining 5 ta ma'ruzasini demak tugatadigan bo'lsa, bu 5-chi ma'ruzasi hisoblanadi va bu 5-chi ma'ruzasida ham har doimgidek har bir mavzuni mustahkamlash nuqtai nazaridan talabalarimiz mana shu mavzu matnida qanaqa yangi tushunchalarni o'rganib va shu tushunchalarning tarixi, kelib chiqishi, rivojlanishi va uni ishlatilish shartlari qanday holatlarda to'g'ri bajariladi, qanday holatlarda demak kamchiliklarga yo'l qo'yishni mana shu quyidagi savollar orqali demak javoblar olishlari mumkin bo'ladi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bu mavzu matnimizda demak biz shart operatorlari bilan tanishib chiqdik. Tanlash operatorlari bilan tanishib chiqdik va for cycle, ya'ni takrorlanuvchi amallar bilan ham tanishib chiqdik. Operatorlar birgalikda murakkab real tizimlar, ya'ni aqlli uy loyihasi orqali biz kodlardan misollar keltirdik.